Konditsioneri Lexus. Narxni ham videoda aytib o'taman, aytib qo'ying, qimmat model. Yaponskiy brend, Malayziyada sborka bo'ladi. 12 talik va 18 taligi bor. 12 taligining o'zi 40 kvadrat metrga yetadi. Konditsionerda yaponskiy motor turadi va ustidagi pokriyasi bo'ladigan bo'lsa, umuman chang ushab turmaydi. Bu konditsioner R32 freon, odamga zararsiz freon bilan jihozlangan va invertor bo'lgani hisobiga 50% gacha ekonom qilib beradi. Eng ovozi past konditsioner 36 desibel bo'ladi. Aynan bu konditsioner 20 desibel. Uyda ishlayotganini sezmaysiz ham. O'zida Wi-Fi bor, smart uylar qurilyapti, unga bemalol ulab qo'yishingiz bo'ladi, ovoz bilan boshqara olasiz. Xohlasangiz Android bo'lsa, telefoningizdan ham boshqarsangiz bo'ladi. Mahsulotga 3 yil bepul servisni va motor uchun 10 yil kafolat mavjud. Narxini eshitib hayron bo'lmanglar. Bu konditsioner sifatli ustiga qurilgan konditsioner bo'ladi. 12 taligining narxi $650, 18 taligining narxi $890. Bitta bo'lsa zo'r bo'lsin deb shunaqa konditsionerni o'zingizga pozolat qiladigan bo'lsangiz, pastda nomer yozib qoldirganmiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilsangiz bo'ladi.